Ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda ishonchli va garantiyali turfirma orqali Umra ziyoratiga bormoqchimisiz? Mana shu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays turfirmasining rasmiy ofisidamiz do'stlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 2026-yil iyul va avgust oylariga yangi qabullar yo'lga qo'yilgan. Shular haqida batafsil va to'liq ma'lumotlarni birgalikda siz obunachilarimizga yoritib berishga harakat qilamiz. Albatta bizni videomizni oxirigacha ko'rib, videomiz yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoda maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringdek biz video syomkamizni boshladik. Manzilimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi 235-A uyda joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays'ning rasmiy ofisidamiz do'stlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 2026-yil iyul va avgust oylariga qachon va qayerdan reyslarimiz bor va narx-navolar qanday bo'lyapti, shular haqida batafsil va to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa sizlarga hozirgi kunda aytib o'tayotgan narsalarimizni diqqat bilan eshitib, videoni oxirigacha ko'radingizlar degan umiddaman. Ya'ni safarimiz haqida ma'lumot beramiz. Ya'ni safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari va Makka Mukarramada esa 3 mahal 11 kun o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. Bundan tashqari Madina Munavvarada 150-200 metrni tashkil qiladigan shinam va gastinisalar, Makka Mukarramada esa 800-900 metr oraliq masofadagi shinam gastinisalar, 4 yulduzli gastinisalar sizni kutmoqda azizlar. Batafsil va to'liq ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Agarda siz bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp orqali ham bemalol o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni yo'llashlaringiz mumkin. Bundan tashqari va joylarda ham bron qilishlaringiz mumkin. Hozirgi kunda bizda Farg'ona, Jidda va Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz bor. Ya'ni haftaning har seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni Centrum Air samolyotlarida Centrum Holidays bilan birgalikda amalga oshirishingiz mumkin. 14 kun safar mobaynida sizlar bilan tajribali va malakali 50 boshlar hamrohligida xudo xolasa 10 dan oshiq ziyorat va sayohat va ekskursiyalarga olib chiqiladi. Sizlarga o'zlaringni qiziqtirgan savollaringga qo'lidan kelganicha o'zini tajribasidan kelib chiqqan holda ma'lumotlarni chiroyli umra qilishlaringga sizlarga yordam qiladigan 50 boshlarimizni taqdim qilinyapti do'stlar. Albatta joylarni bron qiling, joylarimiz soni cheklangan do'stlar. Bunday imkoniyat, bunday sharoit faqatgina siz uchun, ya'ni mana shu obunachilarimiz uchun maxsus video syomka qilib chiqaryapmiz do'stlar. Hozirgi kunda narx-navolarimizga keladigan bo'lsak, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reysimiz narxi standart plus paketimizning narxi $1050 qilib belgiladik va Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha narximiz esa 1100 qilib belgiladik. To'lovlarni qanday amalga oshiramiz deganlarga, to'lovlarimizni siz Telegram orqali, WhatsApp orqali Zagram pasportlar berganingizdan so'ng bizga operatorlarimiz sizlarga bank shot raqamlarini taqdim qiladi. Bemalol bank shot raqamlari orqali o'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan yoki filiallardan to'lovlarni amalga oshirsangiz bo'laveradi, ya'ni o'zbek so'mida. Agarda siz Farg'ona, Marg'ilondan kuzatayotgan bo'lsangiz, ya'ni O'ram choyxonasining oldidagi rasmiy ofisga kelib ham bemalol naqd ko'rinishda rasmiy kassalar orqali to'lovlarni amalga oshirsangiz bo'laveradi. Xudo xolasa siz istagan usulda, siz xohlagan imkoniyatingizga qarab turib to'lovlarni amalga oshirasizlar. Sizlarga biz to'liq ma'lumotlarni berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa like bosib, keyingi videoda qanday yangiliklar qilaylik, kommentariyada yozib ketsalaring biz juda ham xursand bo'lardik azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat hammaga.